Abu Musa radıyallahu anhu bir jangga hazır bo'lib turib, jangning oldiga chiqib, shunda aytdi. Men payg'ambar alayhisolamdan shunda anglagan dedi. Innal jannata tahta zilalis suyuf. Jannat qilichlarning soyasi ostida deganligini anglaganman. Deb shunda degan vaqtimizda mana shu jangga hazır bo'lgan kishilardan biri keyin Abu Musa radıyallahu anhu'nun yanına kelib, "Hey Abu Musa, sen rast şunu Peygamber aleyhisselamdan anlaganmısın?" dedi. Degan vaqtimizda Abu Musa radıyallahu anhu aytdi, "Ha, men Peygamber aleyhisselamdan anlaganman" dedi. Mana shu jazmlashtirgandan keyin bu kishi qilichini sug'urib, keyin qilichning g'ilibini sundirib o'tdi. Sundirib tashib o'tib, o'zining hamrohlarining yoniga borib, "Salomat bo'linglar, aqra'u alaykumussalam. Men sizlarga salom aytaman. Yana salomatlik, xotirjamlik tilayman. Salomat bo'linglar" deb qo'yib, jangga ketib, hatto shahid bo'lchilik jang qiladi. Demak, mana bu tabiiylar davridagi kishilar.